Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz kuzatuvchilar, hammangizga yaxshi kayfiyat. Biz bugun Yangibozor tumanida Mansuramiz studiyasindamiz yine. Zamanni rivojlangandan qarang, shunday bir aranjirovkalarimiz bitib turibdi ekan. Sun'iy intellekt deganda aranjirovka bo'lgan qo'shig'imizni eshitib ko'rasizlar hozir. Mansuram bilan san'atkor do'stlarimizni birgalikda ishlashga, agar ishlashaman desangizlar, pastda nomerlarni qoldiraman, bemalol telefon olib gaplashib ishlaringizni bitiraverasizlar. Lekin vahshiy boshqacha atmosfera, eshitib ko'ringlar. Hizmetler olsa bemalol telefon qilib bog'lanasizlar. Mansuram bilan. Sog' bo'linglar.